Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Abduhamidov jamoasi 4 yillik yubiley tadbirida ko'rishib turganimizda bag'oyat xursandmiz. 4 yillik bizga juda qiyin muddat bo'ldi, lekin bunga erishish bizga juda oson bo'ldi. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan ota-onalarimizga hamda kuzatuvchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. 4 yil tadbirimizda ham yuqori bo'lib o'tmoqda. Endi bu tadbirimiz davomiy bo'ladi. Xudo xohlasa sizlar bilan 10 yillik tadbirlarda ham ko'rish nasib qilsin. Barchaga rahmat. Chinobod qishlog'imizda Abdulhamid nomli taekvondo majmuasi ochilgan. Bu bizning nabiralarimiz shu yerda qatnashib, 4 yildan beri qatnashib kelishyapti. Qibraga, Chinoboddagi butun yig'ilishlarimizga hammasida yig'ilib, yaxshi musobaqalarga erishib kelishyapti. Bular doim omad tilaymiz. Kelajakda yana viloyatlarga, O'zbekistonimizning boshqa joylariga chiqib, yaxshi musobaqalarda oliy o'rinlarni olib kelishini tilab qolamiz. Omad tilaymiz taekvondo majmuasiga. Bundan keyin shu boshlagan ishligi rivoj topsin, omad keltirsin. Har doim yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda birga bo'lish hammamizga nasib qilsin. Nabiralarimizga omad tilaymiz. Mana shularning gapiga qo'shilgan munosabati bilan hammaga tan sog'lik tilaymiz. Mahallamiz aholida bugun Abduhamidov jamoasi 4 yillik yubiley tadbiriga yig'ilib turganidan bag'oyat xursandmiz. Tadbirni ochib berish uchun Chinobod mahallasi raisi Majidov Mahdiyorov Ramajonovga so'z navbatini beramiz. Hurmatli tadbir qatnashchilari va ota-onalar, sportchilarimiz, mana bugun Chinobod mahallasi qoshida ochilgan Abduhamidov taekvondo guruhini ochilganligini 4 yilligi munosabati bilan hammalarni tabriklayman. Sportchilarimizga boyagi bilib aytgandek ortiqlik erishib, mahallamiz, yurtimiz bayroqlarini baland ko'tarib, tumanimiz ichida shu mahallamiz maqsadini ko'tarilishiga ishonch bildiraman. Har bitta sportchiga sog'lik, salomatlik, kelgusidagi musobaqalarda hammaliga omadli yor tilayman. Sog' salomat bo'lsin.
vatanimizni qo'riqlashda, vatanimizga xizmat qilishda hammaligiga umid, ishonch bildiraman. Sog' salomat bo'lsin. Rahmat. Abduhamidov jamoasi 4 yillik davlatimiz bayrog'ini balandlarga ko'targanligi aks etgan videorolikka navbatni beramiz. Dillarga solar O'zbekiston bayrog'i. Abduhamidov jamoasi sportchi yoshlarining Endi navbatdan Abduhamidov jamoasi Space guruhiga ko'rgazmali chiqishlariga navbatni beramiz. Olqishlar ortida. Anvar Sayohatchi Telegram kanali asosida so'z navbatini beramiz. Abduhamidov jamoasi haqida illa fikrlarni bildirishlari mumkin. Yaxshi bir siyosat ketyapti. Siyosat shundan iboratki, 2027-yilda bilasiz O'zbekistonda Toshkent shahrida Olimpiya bo'yicha katta tadbir bo'ladi. Bu tadbirda bizning o'zbekistonlik sportchilarimiz qatnashadi. Endi bu sportchilar kelajakda o'ziga o'zi zamin yaratish kerak, maktab yaratish kerak, to'g'rimi? Mana hozir biz tadbirlarimizga ko'p sportchilarni taklif qilganmiz. Ular ayrim sabablarga ko'ra o'zini mashg'ulotlari bilan
og'ir bo'lgani uchun kelisholmadi. Lekin bizga juda ham chiroyli tadbirlarga, mana shu tadbirimizga salomlar yo'llashgan. Ko'rasiz, hali ko'rsatishadi sizga. Aynan o'sha jahon chempionlari, yaqinda taekvondo bo'yicha chempion bo'lgan O'zbekiston o'g'loni o'zi shu jamoaga tabrik yo'llagan. Endi biz o'zimizning, ya'ni men Anvar sayohatchi sifatida farzandlaringlarning orasidan iqtidorlilarini, o'zini ko'rsata olganlarini, juda ham ko'p yutuqlarga erishayotganlarini biz taklif qilamiz-da, ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritamiz ularni. Ya'ni aynan Qibraydan, Chinoboddan sizlarning farzandlaringlar ertaga internetga chiqib qolsa, o'zini ijobiy ko'rsatmalari bilan chiqib qolsa hayron bo'lib yurmang. Sababi biz sizdan ularni ko'rsatyapmiz. Toshkent viloyatidan ham juda ham kuchli, iqtidorli sportchilar chiqishi kerak degan maqsadda chiqaryapmiz. Shu maqsadda undan tashqari ham sport bilan shug'ullantirmoqchimiz, ham ichida iqtidorli bolalarning orasida va shu bolalarning orasida yozuvga, chizuvga iqtidori bo'lganlarni ilmiy ishini oshirmoqchimiz. Kichkina bola bo'lib turib, ilmiy ish olib, mana bu yerda ko'rasizlar, ko'rsatib qo'yishgan yoshlar qanoti degan bir necha yoshlar bor dasturlarda ishtirok etishadi. Ular ilmiy ish bilan, ya'ni sportga oid ilmiy ish bilan qatnashib, yetarli darajada o'zining imkoniyatini keng yoyishi mumkin. Unga endi faqat kim yordam bera oladi? Bunga siz yordam berasiz birinchi navbatda, ikkinchi navbatda mana bizda Abduhamidov jamoasining asoschisi Abdumannob yordam beradi. Biz esa vositachimiz, ularni iqtidorini ko'rsatamiz, keng ommaga targ'ibot qilamiz. Undan tashqari hozir 2026-yilda biz Abdumannob bilan dastur qilmoqchimiz. Dasturga asosan kichik bolalarning shaxsiy ijtimoiy tarmoqlarda brendini yaratish. Nima uchun? Mana bolalar bor, o'yinqaroq telefondan foydalanadi, telefon o'ynaydi, to'g'rimi? Bundan ko'ra siz shunaqa narsani dastur ishlab chiqmoqchimizki, hozir bu shunaqa qadamda turibdi, ya'ni telefondan unumli foydalangan holatda o'zini shaxsiy brendini yaratadi, kelajakda o'yin emas, o'sha shaxsiy brend orqali o'zining sportini namoyon qiladi, iqtidorini namoyon qiladi degan maqsadda shu narsalarni ishlab chiqamiz. Qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz juda ham ko'p. Sizlardan iltimos va talab, atrofinglardagi qo'ni-qo'shnilar, qarindosh urug'lar, tanish-bilishlar, shu Qibrayda yashagan kim bo'lsa, yaqin Chirchiq, Qibray atrofida, ularning ham farzandlarini bizning jamoaga qo'shinglar. Sababi bir o'q bilan siz 2-3 ta quyon urasiz. Qanday qilib? Sportga olib kelasiz, jalb qilasiz. Biz sizni farzandlaringizning ilmiy darajasini oshirib beramiz sport yo'nalishida. Internetda targ'ibot qilib beramiz. Bepul shu summaning ichida bo'ladi. Undan tashqari shaxsiy brendini yaratishga yordamlashamiz. Hozir mana men o'zim qiziqib Toshkent shahrida 1.650.000 so'mga SMM yoki internetda shaxsiy brendini yaratish bo'yicha bir oylik kurs summasi. To'y sizni farzandingiz taekvondoga qatnash 2026-yildan boshlab u yana ilmiy ishini oshiradi. Biz avvalga oshiramiz, ular bilan gaplashib, kichkina bolalarni ham olib chiqamiz. Gazeta, jurnallar so'ray yuribdi bizdan. Sportsmenlarni olib kelgin deb, ko'rsatgin deb. Tushunyapsizmi? Syomka qilyapmiz, ko'rsatyapmiz, harakat qilyapmiz shu Abdumannob jamoasini rivojlantirish uchun. Va sizga yaxshi emasmi? Internetda, Instagramda kechqurun bir o'tirganingizda, qimillatib o'tirganingizda sizni farzandingiz chiqib kelyapti yoki sizni mahalladoshingiz chiqib kelyapti farzandi bilan, onasi bilan, qanaqa g'ururlanib ketasiz? Qanaqa sizni bir g'ururingiz oshib ketadi? O'zbekistonda ham mana shunaqa qilsa bo'lar ekan-ku bolalar. Vaqt keldi. Biz shuni amalga oshirmoqchimiz, shuni amalga oshirish niyatida yuribmiz. Bundan tashqari yana bir necha bizning proyektlarimiz bor. O'shaning uchun ko'proq jalb qilinglar. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi.
Rahmat e'tiboringiz uchun. Hamdan bir iliq fikrlaringiz xohlovchi bo'lsa, o'z trenerga amaliyasiga bo'ladi. Xohlovchi. Sizni Zoirov Komiljon degan sportchimiz u. O'sha ota-onalar bir istak bildiringlar degan maqsadda bizga anaqa qiluvdik, rubrika qiluvdik. O'sha rubrikada yozibdi mana bir qancha yozib bergan, shuni qisqaroq qilib aytib beraman. Jamoa haqida yozgan. Jamoamiz deyapti, eng yaxshi, juda ahil jamoa va eng yaxshi murabbiy bor. Ota-onaga e'tirofi. Nafaqat biz, balki deyapti, biz bitta jamoa bo'lib, bitta oila bo'lib harakat qilyapmiz. Menimcha farzandlarni shu yerga berib, shu jamoaga qo'shib, o'ylaymanki, ozgina bo'lsa ham ijobiy tomonlarga o'zgarishlar bo'lgan. Qaysidir ma'noda, to'g'rimi? Xo'p. Imronni har bir qadamida sizlarning mehringiz, fidoyiligingiz aks etadi. Ya'ni bu jamoaning. Siz farzandlarimizga faqat texnika emas, ya'ni taktika texnikani emas, balki hayot sabrini, jasoratni, hurmatni va intizomni ham o'rgatyapsizlar. Sizning sabr, toqat va qo'llab-quvvatlashingiz bilan Imron kim? Qani Imron? Buni uydagilari kim? Rahmat sizga shunaqa farzandni dunyoga keltirib, shunaqa kiyintirib qo'yib, shunaqa tinmasdan qishin yozib olib kelayotganingiz. Gap o'yinlarni o'ynab bo'lsa ham birinchi marta intervyu berishi Facebookda 55 yoshgacha, 65 yoshgacha bo'lgan odamlar o'tiradi. Butun respublikadan. 13 mingta prosmotr bo'ldi, bilasizmi? 2 soat, 3 soat ichida. Instagramda ham aylanib yotibdi. Rahmat sizga, otaga, shunday farzandni tarbiyalaganingizga. Sportchilarni taqdirlashdan boshlab olamiz. Barcha sportchilarimizni sahnaga taklif qilamiz. Natijalari pedagogik mehnati, namunali intizomi va jamoa sharafini munosib himoya qilgani uchun yilning eng yaxshi sportchisi ko'krak nishoni bilan mukofotlanadi. Ko'krak nishoni bilan Faxriddinov Azimiddin taqdirlanadi. Shunday deb bilan Ergashev Ziyodulla taqdirlanadi. Nishoni bilan Nosirov Behruz taqdirlanadi. Faol sportchilarimizdan Erkinov Ilhom taqdirlanadi. Nishoni bilan Abdurashidov Samandar taqdirlanadi. Nishoni bilan Zoirov Komiljon taqdirlanadi. Zoirov Komiljon Nurulloyev Amrulloh taqdirlanadi. Mustafa Xo'jayev Elyor Xo'ja taqdirlanadi. Nishoni bilan Choriyeva Aziza taqdirlanadi.
oltin taqdirlanadi. Raimberdi Usmon taqdirlanadi. Rahmatjonov Jahongir taqdirlanadi. Raimberdi Islom taqdirlanadi. Faol sportchilarimizni olqishlar qilamiz. Olimjonov Komoljon taqdirlanadi. Hikmatov Idros taqdirlanadi. Mirg'oliyev Nurobek taqdirlanadi. Nurillayev Shahzoda taqdirlanadi. Abdulaziz Shukur taqdirlanadi. Barcha sportchilarimizga rahmat. Mana shunday davom etamiz. Chempionlikni qo'lga kiritib, xuddi shu holatda davom etamiz. Barchaga rahmat. Joyingizga olamiz. Abdulhamid Jamol 4 yillik yubiley tadbiriga Jahon Osiyo chempionlaridan biri bo'lgan Shuhrat Salayev jamoaga onlayn tabrik yubordi. Tabrik muloqotni jonli efir orqali monitorda kuzatishingiz mumkin. O'g'ri harakat qilib yuksak marralarga erishishlarini tilab qolaman. Omad. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz ota-onalar, qadrli sportchilar va jamoamizning fidoyi hamkorlari. Bugun biz Abdulhamidov jamoasining faoliyatiga bag'ishlangan navbatdagi tantanali tadbirda to'planganimizdan behayo mamnunman. Ortda qolgan 4 yil bu nafaqat sport va barcha izlanishlar, mehnat, g'alabalar va yuksak maqsadlar sari qo'yilgan davr qadamlar yillardir. Bu yillar davomida biz jamoamizni nafaqat sport jamoasi sifatida, balki bir oilaviy yagona jamoa sifatida shakllantirdik. O'quvchilarimiz bilan o'tkazilgan har bir mashg'ulot ishtirokida etilgan har bir musobaqa, qo'lga kiritilgan har bir medal bu bizning umumiy mehnatimizning mevasidir. Albatta faxr bilan aytishim mumkinki, jamoamiz bugungi o'z bayrog'iga, o'z madhiyasiga, o'z matbuot xizmatiga va tadbirlarni tashkil etish bo'limiga ega. Bu esa bizning tizimli rivojlanayotgan o'z uslubiga ega professional jamoa ekanligimizdan dalolat beradi. Hurmatli yig'ilganlar, o'tgan yillar davomida sportchilarimiz turli musobaqalarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilib, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib kelishdi. Ularning har bir g'alabasi bu jamoamizning ota-onalarining va bizga ishonch bildirayotgan insonlarning g'alabasidir. Bugungi tadbirimizning eng quvonchli jihatlaridan biri 2023-yilda erishgan yirik yutuqlarimizdan yosh sportchimiz Ergash Ziyodulla Erkin o'g'li ilmiy faoliyati bo'yicha o'z ishini muvaffaqiyatli himoya qilib, intellektual izlanuvchi ko'krak nishoni va kelajak qanoti statuetlari bilan taqdirlandi. Bu biz uchun nafaqat sport sohasidagi, balki ilm, fan yo'nalishidagi ham ulkan yutuqdir. Shuningdek, jamoamiz faoliyatini keng jamoatchilikka tanitish yo'lida muhim qadamlar tashlandi.
Anvar Sayohatchi Telegram kanali asoschisi bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik natijasida sportchilarimizning faoliyati haqida intervyular ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritildi. Azizlar, oldimizda hali juda katta maqsadlar turibdi. Bizning jamoamiz bu intizom, tirishqoqlik, yurtga muhabbat va g'alabaga bo'lgan ishonch timsoli. Ishonamanki, yonma-yon harakat qilgan holda biz kelajakda yana ko'proq muvaffaqiyatlarga erishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Meydanlardaki aşk bekliyorlar Ateşten boşa gelse kim Umut verip çoğsamız konda Kıvray birleşken kuş Abdülhamid Caması yengilmez kuş Caması yengilmez kuş Merhabalar yürekte vurur Kalabayı lida kolay Anlaşın kuş Amcam kim aşağıda? Yanıp duruyor. Bu yediğin nasıl burası? Kami veremem.